qiz bola kelajakda baxtli bo'lishi uchun bugun uni qanday tarbiya qilish kerak? Zero qiz bolaning kelajakda baxtli bo'lib, baxti bilan uyimizga ulashib kelishi yoki bo'lmasa baxtsizligi uchun sochini yoyib yig'lab kelishi bu bugun bizning unga berayotgan tarbiyamizga bog'liq. Aynan o'sha tarbiya, o'sha uni miyasidagi dastur va qadriyat uni kelajagini belgilab beradi. Shuning uchun 7 ta asosiy tarbiyani mentalitetimiz jamiyatimizdan kelib chiqib qabul qilib oling. Oxirigacha ko'ring, zero farzandlaringiz kelajagiga juda ham manfaatli bo'ladi. Birinchisi. Bizda qiz bolani mana shu jamiyatda bilasizmi, ota-onani rozi qilishga o'rgatishadi yoki bo'lmasa kelajakda o'sha qaynonang ko'tingga tepib yubormasligi uchun posudani yaxshi yuvishing kerak. Hovlini juda zo'r supurishing kerak va hokazo va hokazo. Ya'ni kelajakda uni qalbiga va unga boshqalarni rozi qilish, boshqalarni mehrini sotib olish, boshqalar uchun harakat qilishga o'rgatishadi va kelajakda unga hattoki erni ilohiy qilib, ertaga egangga topshiramiz, ertaga turmushga chiqsang, u senga javob beradi, ertaga qaynonang senga nimadir desa shunaqa javob beradigan bo'lsang, u seni haydab yuboradi va hokazo va hokazo. Hech qaysi afsuski xonadonda mana shu mentalitetda qiz bolani qalbiga urg'u qaratilmaydi. Asosiy qoida esa uni qalbi, uni qadri, u o'zini qalbini rozi qilishi, o'zini sevishiga urg'u qaratish. Ya'ni agarda qiz bolaga o'zingga qizalog'im, o'zingni qalbingni o'yla, o'zingni sevishga harakat qil, o'z qadringni bil, qadring to'kilgan yoki qadrlanmagan joyda qolma. Chidashga majbur emassan va bu hayotda sen bizni malikamizsan deb tarbiya qilingan, asosiy urg'uni uni qalbiga va uni qadriga berilgan qiz ishoning kelajakda o'shana shunaqa ayolni qadrlashadi, shunaqa qiz baxtli bo'ladi, chunki uni ichidan mana shunaqa nur keladi, o'ziga ishongan, o'zini sevadigan, hayotni sevadigan. Aynan o'sha nur bizni atrofimizni belgilab beradi. Bu pozitiv yoki negativ nur. Atrofdagilarni rozi qilishga ertaga ering nima desa chida, uni gap bo'lishi kerak. Qaynonang asosiy qirolicha hayotingdagi. Bizni ham rozi qilishing kerak, chidab o'tirishing kerak biz rozi bo'lishimiz uchun. Mana shunaqa talqinda tarbiya qilgan atrofdagilarni qarang, balki bulardan bittasi o'zingizdirsiz. Prosta qarang atrofdagilarni, barchasi ularni qalbiga o'zini sevishga asosiy personaj, asosiy shaxs ularni o'zi qilib emas, atrofdagilarni rozi qilishga qaratilgan. Hech kim aytmaganki, o'zingni sev birinchi. Qalbingni og'ritma deyilmagan, afsuski. Aynan birinchi qoida qizingiz, qiz farzandingizni o'zini sevishga, o'zini qadrini bilishga chorlang. Buni har doim ayting. Prosta tak posuda yuvmasa ham, prosta tam nimanidir supurmasa ham, prosta seni yaxshi ko'raman. Sen juda ajoyib qizsan. Sen kelajakda baxtli bo'lasan. O'zingni sev, chunki sen noyob qizsan. Tushunyapsizmi? Boshingizga chiqib olmaydi, qo'rqmang. O'zingizni o'ylamang, qizni kelajagini o'ylang. Ikkinchisi. Qizingizni o'g'lingizdan-da ko'p kerak bo'lsa o'qiting. Mana bizni jamiyatda o'g'ilni o'qitishadi. Основной o'g'ilni yuridiskiga o'sha ziragini sotib bo'lsa ham, esa mashinasini sotib qarz olib bo'lsa ham uni o'qishga kirgizadi, chunki buni tagida ikkilamchi manfaat yotadi. O'sha o'g'il ularga qaytaradi. Kelajakda qaytaradi. Qiz esa bu ilmni, bu diplomni, bu mehnatlarni, pullarni unga ketkizgan sarmoyani u boshqa uyga olib ketadi. O'sha joyda keyin uni ishlatadi. Ya'ni ularga nafi tegmaydi. Shuning uchun ham bizda egoistichna afsuski o'g'ilga qaratilgan. Bu esa uni o'sha eri boqadi, eri qaraydi boshqa. Mana bu juda katta fojia. Qizingizni o'qiting, uni qo'lida diplom bo'lsin, o'zini boqa olishga va kimnidir qo'liga qarab o'tirishga nimasi bo'lmasin, majbur bo'lmasin. Agarda uni qo'lida kori, kasbi, qanaqadir diplomi bo'lsa, uni miyasida ilmi bo'lsa, u chidashga majbur bo'lmaydi, u qaram bo'lishga majbur bo'lmaydi, unga bosim qilisha olishmaydi. Uni urib, tepib, mana shunga chidaysan, qayerga ham borarding deyishmaydi. Siz o'tib ketasiz ertaga. U keyin qiynaladi. O'qiting, qo'lida diplomi bo'lsin, qo'lida hunari bo'lsin.
Mani buvim aytardilar, lozimimni sotib bo'lsa ham bolalarimni o'qitaman. 3 ta qizlari bo'lgan, hammasini o'qitganlar. 5 ta o'g'il, 4 tasini o'qitganlar. Bittasi kasal bo'lganligi uchun o'qiy olmagan, lekin qizlari hammasi joyli. Bittasi fan doktori, bittasi mani onam, bog'cha mudirasi bo'lgan 20 yil, pedagog, psixolog. Tushunyapsizmi? O'qiting va ularga ilm bering. Bolalar kerak bo'lsa o'g'illardan da ko'p. O'g'il bola jismoniy kuchini ishlatadi, boshqa qiladi, o'zini yo'lini topadi, biznes qiladi. Ayol kishini qo'lida quroli, miyasida ilmi bo'lmasa, u keyin kelajakda qaram bo'lishga, chidashga majbur bo'ladi, joni og'risa ham. Bu esa baxtsizlikka to'g'ridan to'g'ri yo'l. Uchinchisi, bizni jamiyatda qiz bolalarni ramkada ushlab, 18 yoshgacha qanotini o'sha ramkada ushlashadi-da, buni qiz bolani asrash kerak, qiz bolani tam himoya qilish kerak, ertaga gap so'z bo'lmasligi uchun deb qaraladi. Aslida ramkani ichida postoyanno o'tirgan va o'zini mashg'ulotlari, ozgina erkinligi, hobbisi bo'lmagan va unga ishonilmagan qiz yana boradida bitta ramkaga kirib o'tiraveradi. Ya'ni u boradida o'sha abyuzerning qo'liga uchraydi, chunki ramka uni miyasida ramka bo'ladi. 4 ta devorning ichida saqlangan u. Oq yub, oq taraf 18-20 yil uni bitta abyuzerning qo'liga berishadi keyin. "Ma urib do'pposlab qafasga tiqib, mana tug'dirib, mana shunaqa yashayveringlar" deb ota-ona. O'zi buni xohlamaydi, lekin hamma tarbiya qilgani uchun, xuddi shunaqa asrlar osha tarbiya shunaqa bo'lgani uchun ota-ona o'ylaydi, mana shunaqa saqlash kerak. Qiz bolani mahkam ushlash kerak emas. Qiz bolani avaylash kerak, unga tarbiya qadriyatni to'g'ri berish kerak va unga ishonch berish kerak va unga ham erkin hayot, mashg'ulotlar, hobbilar, o'sha kurslar berish kerak va u bilan sirdosh bo'lsangiz, u yomon yo'lga kirib ketmaydi. Unga zapret qilasiz-ku, qafasga tiqib, bu mumkin emas, o'ldiraman, uraman. Fursat bo'ldi deguncha orqa-varotdan qiladigan bo'ladi. Men minglab o'g'il qizlarni katta qilib tarbiya qilganman o'quv markazimda. Kerak bo'lsa yomon yo'ldan yuradi, kerak bo'lsa sigaret chekadi, alkogol ichadi. Chunki unga ishonilmagan, erkinlik berilmagan qafas. Zapretni plot stladik degan gap bor. Nimani cheklasang, ana shu narsaga intilish bo'ladi. Qadriyat, tarbiya berilib, unga ishonilib, sirdosh bo'lib katta qilgan qizlar o'ziga ishongan, erkin va yomon yo'ldan yurmaydi. Chunki u biladi, yomon yo'ldan yursang natijasi bunaqa, yaxshi yo'ldan yursang natijasi bunaqa. Ota-ona to'g'ri tushuntirgan, uni qafasga tiqqan emas. Bu afsuski ilmsiz ota-onaning ishi. 4-si. U ota-onasiga suyana olishini, ota-onasi unga himoyachi ekanini sezib katta bo'lishi shart va zarur. Ya'ni ota-onasi orqasida qanoti va qoya bo'lib turganini his qilgan qiz, u kelajakda o'sha unga qo'l ko'tarilsa, xiyonat, pastkashlik, yaramaslik qilinsa, u chidamaydi. Chidashga majbur bo'lmaydi va agar kelinlar qo'zg'olonni ko'rgan bo'lsangiz, Nigora xuddi shunaqa. Nigora menga pastkashlik qilsanglar, o'lsam ham chidamaydigan gapni aytadi. Bizni bolaligimizda o'sha personaj yomon deb ko'ringan, gap qaytarar ekan. Yo'q. Unga nohaqlik qilinyapti. Uni yosh bolalarcha qilishyapti. U nohaqlikka chidamayapti. Aynan shuning uchun ham Nigorani qadrlashadi, eri sevadi. Aynan shuning uchun Nigora uchun o'sha butun boshli ona shu hovli sistemasini o'zgartiradi. Bizda chidashga urg'u qaratiladi va ota-ona aytadi, bizni aloqamiz yo'q, o'sha joyda o'zing hal qil muammolaringni deydi. Buni tagida yana ikkilamchi manfaat yotadi. Ota-onani xudbinligi, ya'ni o'sha joyda borib o'lasanmi, boshqa desam, chidab yashasang, asosiysi bizni ustimizga kelmasang, el yurt oldida gap so'z bo'lmasak bo'ldi. Shuning uchun ham uni chidashga himoya qilmay, mana shunga nima deydi, bor o'zingizlar hal qilinglar deb itarib mana shunaqa katta qilishadi. Himoya qilingan qiz biladi, shu ota-onasi qoyadek turadi. Ota-ona uni kerak paytda himoya qila oladi, maslahat bera oladi, поддерживать qiladi va aynan shu qiz keyin nohaqliklarga qarshi kurasha oladi, o'z qalbini tanlaydi. Aynan paradoks shundan iboratki, shunaqa ayolni qadrlashadi. Tushunyapsizmi? O'lsam ham chidamayman deydi, o'z hayotini yangidan boshlashga ham tayyor. Oila muqaddas, qachonki o'sha oilada ayolni qadri bo'lsa, u qo'l ko'tarilgan, xiyonat qilingan, oyligini olib qo'yilgan, har qanaqa pastkashlik qilingan oila muqaddas emas va bu yangidan hayotni boshlash esa kerak bo'lsa savob. Chidab yashash mana bu gunoh. Himoyalangan qizda unda mana shu himoya qilinganlik hissi bo'ladi, o'ziga ishonch bo'ladi, erkin so'zlay oladi, emotsiyasini yutmaydi.
aynan shu qiz kelajakda baxtli bo'ladi. Ishoning. Дальше. Bu 5-qoida otalarga agarda qiz bolani mahkam ushlab bitta qaraganingizda qo'rqib turishi kerak va siz badjahl, zlodey, qanaqadir zulmkor rolda va o'sha yomon politsiyskini o'ynayotgan bo'lsangiz, o'sha qiz 99 ehtimollik bilan abyuzerga baxtsiz bo'ladi, abyuzerga uchrab va xuddi sizdagi erga tushadi. Nega? Chunki siz qiz bolani birinchi muhabbatisiz. Va agarda qattiqqo'llik qilib, mana qiz bolaga mehr bermasdan, tam faqat nima deydi, pinagingizni ochmasdan, mana shunaqa baqirib, tam boshqa qilib katta qilayotgan bo'lsangiz, o'zingizga o'zingiz dushmanlik qilyapsiz. Nega? O'sha qiz 10 ta qizdan 9 tasi mana shunaqa vaziyatda baxtsizligi bilan yig'lab uyingizga qaytib keladi. Er uradigan, xiyonat qiladigan, zo'ravonlik qiladigan, kamsitadigan, mas'uliyatsiz bo'lib katta bo'lishadi. Chunki birinchi muhabbati shunaqa qattiqqo'l, badjahl bo'lganligi uchun uni miyasida mana shu dastur o'rnashadi va shunaqa erkakka o'ziga shunaqa erkakni tanlaydi. Ota qiz bolaga mehribon, himoya qiluvchi, tizzasida olib boshini silovchi, sevgi, muhabbat beruvchi, mani malikamsan, seni juda yaxshi ko'raman. Seni juda yaxshi ko'raman. Sen meni oppog'imsan. Sen uchun любойini sindiraman, yirtaman to'g'ri deb katta qilishi kerak. Aynan mana shunaqa otadan mehr ko'rgan, kelajakda ustanovka, demak men sevimli yorimdan shunaqa munosabat ko'rishim kerak deb katta bo'ladi. Qattiqqo'llik bilan katta qilingan, ayniqsa ota tarafdan mehribonlik va sevgi, muhabbat, seni yaxshi ko'raman emas, aksincha bosim, jazolash shunaqalar bilan katta qilgan qizlar kelajakda afsuski juda qiynalishadi. 6-si bu ham otalarga. Chunki otani roli onadan da ko'proq qiz bola tarbiyasida. Shuning uchun otalar qiz bola agarda nojo'ya harakat qilsa, narusheniya qilsa, nimanidir xato qilsa, uni siz jazolamang. Mayli, slihka yengil onasi jazolasin. O'zi biladi, urush haqida gap ketmayapti. O'sha nimadandir mahrum qilish, u bilan qattiq gaplashib qo'yish va hokazo. Lekin ota sifatida, erkak sifatida siz jazolamang. Farqi nimada deb so'rashingiz mumkin? Farqi sizni erkak bo'lganingizda. Erkak kishi uni jazolasa, xudo ko'rsatmasin, qo'l ko'tarsa, tam baqirib, boshqa qilib uni jazolaydigan bo'lsa, yana borib turib o'sha kelajakdagi umriga bu ta'sir qiladi. Uni jazolaydigan erkak uchraydi. Nega? Bolalikda mana bu videoga o'xshab har kuni olib yurgan uyidagi dasturi, har kuni uni ichidagi sasut deydi, yuragiga yig'ib yurgan mehri kelajakda ana shu hayotni yaratadi unga atrofida. Bolaligida jazolangan, mehr ko'rmagan, qalbi og'rigan va mana shunaqa otadan jazolangan qiz kelajakda erkakdan jazolanadi. Afsuski shunaqa va bugun qilgan xatolaringiz uni kelajakda baxtli yoki baxtsiz qilishga sabab bo'ladi. Menga ishoning, bu 100%. Agarda bunga ishonmayotgan bo'lsangiz, atrofdagilarning hayotini qarang. Bizda 90% baxtsiz oilalar chidab yashayotgan, ajrimlar ko'p va hokazo. Nega? Bu taqdir emas bu. Bizda taqdir bor, plus bizni qo'limizda bor taqdir. O'zgartirish mumkin bo'lgan. Ota-onani ularni miyasiga singdirgan dasturi va tarbiyasini mahsuli bu. Xuddi shunaqa sizni kelajakda farzandlaringiz baxtli bo'lsa, sherik bo'lasiz, ular bilan sayohatga chiqasiz, kartochka berib qo'yishadi, sizga pul tashab turishadi. Baxti bilan ulashib kelishadi, birga olib ketishadi sizni ziyoratga, boshqaga. Mazza qilib yashaysiz. Mahsulini ko'rasiz, mevasini ko'rasiz. Bugun yengil-yelpi qaradingizmi, birga sherik bo'lasiz. Nafaqangiz ichingizga tushmaydi. Nafaqangiz yoki o'sha keksalik davringiz afsuski baxtsizlikda o'tadi. Chunki bolalar baxtsiz bo'lsa, ota-ona baxtsiz. Shuning uchun otalarga yana bitta o'sha gap, uni siz jazolamang. Хорошо? Ona плохой полицейскийni biroz o'ynasa bo'ladi. Ota esa maksimalni mehr beruvchi, himoyalovchi, boshini silovchi bo'lishi kerak. Taltayib ketmaydi, qo'rqmang. Oxirgisi, 7-si, onalar va otalarga. Iltimos, qiz farzandni urmang. O'g'ilni ham urmang. Meni ham 2 ta o'g'lim o'syapti. Biz o'g'ilni urmaymiz. O'g'il qizga ajratmaymiz, lekin qizni ayniqsa urmang.
qiz bolani ursang baxtsiz bo'ladi degan gap bu to'g'ri gap. Nega bunaqa? Qiz bolani agarda urib katta qilsangiz, u tabiati shunaqaki, u o'zini ayblaydi. U aytadi, men demak shunga loyiqman, men demak urushga mosman, meni demak hech kim yaxshi ko'rmaydi, men xudo deb bilgan ota-onam menga qo'l ko'tarishyapti, demak men shunaqa bir yaramas maxluqman deb katta bo'ladi. Bunaqa qiz qanaqasiga baxtli bo'lishi mumkin? Uni ichida butun programma o'rnatiladi. Hozir siz aytasiz, qanday urmaslik mumkin? Qanday qilib eringizni urmay o'zingizni tiyib turasiz xiyonat qilganida? Eringiz ichib kelib sizga ursa ura olmaysiz ba'zan. Qaynonangiz ko'zingizga yomon ko'ringan paytlar do'pposlab ketmaysiz-ku, chunki oqibatidan qo'rqasiz. Chunki oqibati bor. Ovsiningiz ko'zingizga yomon ko'rinadi. Uni nega urmaysiz? Uring uni ham. Siz aytasiz, axir u katta odam. Ha, bilasiz, u sizni sochingizdan tutib burningizni yerga ishqashi mumkin. Shuning uchun ham oqibatidan qo'rqasiz. Farzand urmaslikni men sizga hozir o'rgataman. Farzand sizni qismingiz emas. Farzand Xudoning omonati. U sizni ichingizdan chiqdi, lekin u sizga tegishli emas aslida. Uni ursangiz, bu qaytar dunyo Xudo tarafdan yoki eringiz, yoki qaynonangiz, yoki ovsiningiz, yoki hayotning muammolari bilan sizni urishadi. Mana shu taqdir. Chunki bu qaytar dunyo. Agar siz farzandni urasiz, boshqa tarafdan sizga qaytib keladi. Ishoning menga. Xudoni omonatiga qilgan har qanaqa shafqatsizligingiz, nohaqligingiz sizga boshqa joydan qaytib keladi. U farzand sizni ichingizdan chiqdi, lekin aslida o'sha farzand vaqtinchalik siz bilan bo'ladi, vaqtinchalik mana shu siz bilan davrni o'taydi. Bu dunyoda ham, keyingi dunyoda ham o'z hayotini keyin yashaydi. Farzandni ursangiz, Xudoni, Allohni sizga bergan omonatini, ishonib topshirgan farishtasini qalbiga ozor berdingiz, sizga bumerang bo'lib, karma bo'lib qaytib keladi. Qiz bolani ursangiz, u o'zini ayblaydi. Shuning uchun ham kelajakda baxtsiz bo'ladi. Shuning uchun ko'zingizni qising. Хорошо? Qaynonangizga qo'l ko'tara olmayapsizmi? Ovsiningizni urmoqchisiz, urgingiz keladi, urmayapsiz. Ba'zi bir odamlarni ko'chada qashingizga keltiradi, unga qo'l ko'tara olmaysiz-ku, bilasiz oqibati bor. Qamalasiz, kaltak yeysiz va hokazo. Xuddi shunaqa farzandga ham qarang. Buni oqibati bor. Meni o'zimga qaytib keladi. Men baxtsiz bo'laman agarda farzandni qalbiga ozor bersam. 100%. Menda Karma Lyubvi degan kitob bor. O'sha Karma Lyubvi degan kitobdan ham olingan. Qalblarga berilgan har qanaqa ozor sizni o'zingizni qalbingizga xuddi shunaqa og'riq bo'lib qaytib keladi. Farqi yo'q, u bolangizmi yoki katta xolangizmi. U sizni mulkingiz emas. U Allohning omonati. Qiz bolani urmang, unga to'g'ri tushuntirib tarbiya qiling. Agar ilmingiz yetmayotgan bo'lsa, farzand psixologiyasini o'rganing. O'zingiz ishongan, o'zingiz zo'r deb bilgan psixologni yoki kursida yoki bitta ikkita kitob oling, o'qing. Bir oy vaqtingiz ketadi, zato butun umringizga yetadi. Хорошо? Mana shunaqa gaplarimni vijdonan qalbim achib, mana shunaqa, как будто o'zimni farzandimga tilagandek, aytgandek aytdim hamma gapni. Oxirigacha eshitganingiz uchun rahmat deyman. Salomat bo'ling. Meni Utarifni kuzatishda davom qiling. Obuna bo'lib qo'ying. Bundan oldingi videolarimni ham ko'ring va obuna bo'lsangiz, menga yana videolar qilishga bu motivatsiya turtki bo'ladi. Salomat bo'ling, kuzatishda davom qiling, ilm olishda davom qiling. Farzandlaringizni kelajakda baxtiga sherik bo'ling. Omon bo'ling.